Bugun global elektrotexnika bozorida nimalar yuz bermoqda? Elektronika va elektrotexnika sanoati, xalqaro savdo munosabatlari va import-eksport operatsiyalari hamda global logistikadagi eng so'nggi o'zgarishlar haqida so'z yuritamiz. Janubiy Koreyada yarim o'tkazgichlar eksportida yangi rekord qayd etildi. Sun'iy intellekt inqilobi chip ishlab chiqaruvchilarni yangi bosqichga olib chiqmoqda. 21-iyul kuni e'lon qilingan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Janubiy Koreyaning o'tgan 20 kun oralig'idagi chip eksporti o'tgan yilning shu davriga nisbatan 52% ga oshgan. Eng e'tiborli jihati esa yarim o'tkazgichlar eksporti 180% ga o'sdi. Bu tarixiy natija bo'lib, shu davr uchun rekord ko'rsatkich hisoblanadi. Chiplar mamlakat umumiy eksportining qariyb 40% ni tashkil etmoqda. Xo'sh, bu nimani anglatadi? Sun'iy intellekt serverlari, ma'lumotlar markazlari, elektromobillar va zamonaviy elektronika uchun chiplarga talab hanuz juda yuqori. Shu sababli butun ta'minot zanjiri kremniy plastinalardan tortib kabel, elektron komponentlar va ishlab chiqarish uskunalarigacha yanada faollashmoqda. Yana bir muhim raqam: Janubiy Koreya eksporti Xitoyga 94%, AQShga 39%, Vyetnamga esa 82% ga oshgan. Bu Osiyo texnologik ishlab chiqarish markazi yanada kuchli suratda ishlayotganini anglatadi. AQSh va Kanada o'rtasidagi savdo ziddiyati yana kuchaymoqda. Washington Kanada mahsulotlarining qariyb 20 milliard dollarlik qismiga 50% lik tarif joriy etishni ma'lum qildi. Bu oddiy boj emas. Bu qaror Shimoliy Amerikadagi sanoat korxonalari, ishlab chiqaruvchilari va logistika kompaniyalarining xarajatlariga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Ayrim strategik mahsulotlar va energetika resurslari bundan mustasno qilingan bo'lsa-da, ekspertlar yangi tariflar global ta'minot zanjirlarida navbatdagi bosimni yuzaga keltirishidan xavotir bildirmoqda. Savdo siyosatidagi bunday keskin o'zgarishlar metall, elektrotexnika va yuqori texnologiyalar bozoriga ham ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda. Tariflar joriy etilishi ortidan yuk tashish hajmi keskin oshmoqda. Yangi bojlar kuchga kirishidan oldin importyorlar mahsulotlarni imkon qadar ertaroq jo'natishga harakat qilmoqda. Natijada dunyodagi eng yirik portlarda konteyner oqimi keskin oshmoqda. Kemalar bandligi kuchaymoqda va logistika tarmoqlari yana bosim ostida qolmoqda. AQShning Los Angeles porti iyun oyida tarixdagi eng yuqori yuk hajmini qayd etdi. Mutaxassislar buni kompaniyalar yangi tariflardan oldin mahsulotlarni zaxiralashga urinayotgani bilan izohlamoqda. Bu ayniqsa elektronika, maishiy texnika, kabel, transformator va boshqa elektrotexnika mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi hamda eksport qiluvchi kompaniyalar uchun muhim signal. Chunki logistika xarajatlaridagi har qanday o'zgarish yakuniy mahsulot narxiga ham ta'sir qiladi. Bizda hozircha shular. Jahon iqtisodiyoti, elektronika va elektrotexnika sanoatidagi eng muhim yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi loyihalarda ko'rishguncha